Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun sizlar bilan klaviaturada ishlash tezligimizni va barmoqlarimizni qaysi klaviaturaga qaysi barmog'imizni ishlatishimizni to'g'ri o'rgatadigan bir ajoyib sayt haqida tushuntirib o'tib ketaman. Buning nomi typingclub.com. Bunga kiradigan bo'lsak, bizga tekin o'rgatadi. Buni endi albatta pullik joylari ham bor. Biz endi tekin joydan ham anchagina narsa o'rgansak bo'ladi. Agar biz loginga bosadigan bo'lsak, loginsiz ham ishlaydi get started bilan. Lekin login bilan kiradigan bo'lsak, biz keyingi safar kirganimizda o'sha davomidan qolgan joyimizdan davom etib ketadi. Shuning uchun biz Google akkauntimizni tanlaymiz va ko'radigan bo'lsak, mana qaysi darajaga yetib kelganimiz va yulduzchalar sizga nechinchi darsda qolganligimizni ko'rsatib beradi. Xo'p, endi buni boshidan bitta start bosib ko'radigan bo'lsak, mana 50 darslarga keldim. Hali buni ichida darslar juda ko'p, o'yinlari bor, klaviaturalarni qaysi joylarda qanday bosish kerak va ozroq video darslari ham tushuntirib o'tib ketgan. Shu. Men masalan mana bunga kirib ko'raylik. Bunda nima bo'lishi mumkin? Bu o'yinda biz mana bunday barmoqlarimizda Z harfini bosadigan bo'lsak, xuddi shunday qiziqarli o'yin shaklida ko'rishingiz mumkin. Endi yana ham buni boshidan e'tibor beradigan bo'lsak, bizda harflarimizda mana barmoqlarimiz qanday qo'yishlarini boshidan boshlab ko'rsatib beradi. So, I hear you want to type like a pro. Let's start by setting up your finger positioning. Look at the F and J keys on your keyboard. Do you see the bumps on each key? Close your eyes and feel for the bumps using your 2 index fingers. Take your time, but don't... Videolar inglizcha bo'lishi mumkin, lekin tushuntirishimiz ko'rib tushunadigan bo'lsak, bizga murakkablik tug'dirmaydi. Don't look. Did you get it? Your index fingers should always find their way back to F and J by feeling for those bumps. Now curve your fingers and bring your other fingers down on the next 3 keys on either side. This is... Barmoqlarimizni quyidagi ko'rinishda joylashtirsak bo'ladi. 4 ta barmoqni F dan buyog'iga joylashtiramiz. A, S, D, F ga. Chap qo'limizdagi 4 ta barmoqni. O'ng qo'limizda 4 ta barmoqni J dan boshlab K, L va nuqta virgulgacha joylashtirishimiz mumkin. Called the home row position. For example, to type the letter U, your right index finger will travel up 1 key and then quickly return to the bump on the J key. Okay, before we start, there is only one rule you must always follow. Never, ever look at the keyboard while typing. If you follow this rule, your index fingers will quickly learn to find their way home by feeling for the bumps. Fast typists forget about the keyboard and don't even realize their fingers are at work. They feel one with the computer. After some practice, you'll start feeling it too. The computer becomes a part of your body and your mind is in full control. Let's get started. Mana shu barmoqlarimiz biz ham videoda ko'rsatilganday joylashtirib olamiz. F, J harfini bosib. Endi o'sha ko'rsatgan barmoqlarimiz bilan chap qo'limizda F ni boshqarib ko'raveramiz. F. Xato bersak, mana shunday xatolik belgisi chiqarib beradi. Quyidagi ketma-ketlikda darslar ketaveradi. Mana bu bosh barmoqlarimiz har doim bo'sh joy tashlash uchun ishlatiladi.